Eyo, assalomu alaykum. Bugun Westeros tarixidagi eng kuchli ritsarlardan biri, agar eng kuchlisi bo'lmasa, Ser Artur Dane haqida gaplashamiz. Boshladik. Biz Ser Artur Dane haqida gaplashganimizda, uni oilasi haqida bilib olishimiz kerak bo'lgan ayrim bir ma'lumotlar bor. Jumladan, Dane'lar oilasi Don hududini Starfall deb nomlangan qasrida yashashgan. Starfall qasri orol shaklidagi hududda joylashgan bo'lib, ushbu qasrga Dane'lar 10 ming yildan beri egalik qilishi aytiladi. Shundan ham bilsak bo'ladiki, Dane'lar oilasi Westerosdagi eng qadimgi oilalardan biri hisoblanadi. Ular Targaryenlar Westerosga kelishidan ham ming yillar oldin aynan Don hududida yashashgan. Dane oilasini tashkil topishi yulduzi qulab tushishi bilan bog'liq. Meteorit desa ham bo'ladi. Aynan oila asoschisi qulab tushayotgan yulduzga ergashgan va tushgan qismida Starfall qal'asi qurilgan. Starfallni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, Star yulduz, Fall tushmoq, yiqilmoq deb tarjima qilsa bo'ladi. Bilaman, mendan zo'r tarjimon chiqmaydi. Xullas, o'sha qasr nomi ham, Starfall nomi aynan mana shu voqelikdan kelib chiqib qo'yilgan. Endi Ser Artur Dane'ga berilgan nom haqida gaplashamiz. Ya'ni tong qilichi yoki ufq qilichi deb tarjima qilinadi. Men ko'proq tong qilichi deb ishlataman. Ya'ni Sword of the Morning. Xullas, bu nom o'zidan o'zi kelib qolmagan. Ser Artur Dane bu nomga erishgan. Gap shundaki, yulduz tushganidan keyin oila asoschisi uni mavjud holatidan foydalanib, qilich shakliga keltiradi va uni tong deb nomlaydi. Ya'ni tong qilichi 10 ming yillik tarixga ega yagona qilich hisoblanadi. Valeriya haqidagi videoni ko'rsanglar bo'ladi. Unda men Valeriya Po'lat haqida gapirib o'tganman. Unga juda ham kam sonli oilalar egalik qilishadi. Tong qilichi bo'lsa bitta yagona hisoblanadi va unga Dane'lar oilasi Starfallda egalik qilishadi va uni juda ham qattiq himoya qilishadi. Shuningdek, Dane'lar oilasida Westerosdagi boshqa oilalarga o'xshab merosxo'rlik orqali qilich o'tmaydi. Tong qilichiga egalik qilish uchun unga erishish kerak bo'ladi va toki munosib ritsar kelmaguncha u Starfallda saqlanadi. Munosib deyilganda unga nafaqat kuchli ritsar, balki kuchli insoniy tuyg'ular ham bo'lishi kerak bo'lgan. Va bo'lib turganingizdek, biz bilgan Ser Artur Dane'da ushbu ikkita xislat ham bo'lgan va u qilichga o'zini munosibligini isbotlagan va unga ega chiqqan. Tong qilichini ko'rinishi haqida ozgina ma'lumot. U juda ham yengil, Valeriya Po'latiga o'xshab ketadi va rangi sutni oynadagi aksiga o'xshaydi, ya'ni oq rangda va quyosh tushganida porlaydi. Va unga egalik qiladigan ritsarlari aynan tong qilichi deb atashadi. Ya'ni Ser Artur Dane bu nomga erishgan yagona ritsar emas. Undan oldingi ritsarlar ham agar o'sha tong qilichiga egalik qilgan bo'lsa, unga munosibligini isbotlagan bo'lsa, aynan bu qilichga egalik qilgan. Va biz bilgan eng mashhuri aynan Ser Artur Dane hisoblanadi. Xo'p, Ser Artur Dane tong qilichiga egalik qilishni boshlaganidan keyin u qirol tansoqchiligiga o'tadi va doim qasamyodini birinchi o'ringa qo'yadi va hech qachon qasamyodini buzmaydi. Va hayotini aynan mana shu qasamyodiga amal qilish bilan o'tkazadi. Shuningdek, Ser Artur Dane shahzoda Rhaegar bilan ancha qalin do'st bo'lgan. Buni Quvonch qal'asidagi voqealardan ham bilsak bo'ladi. Rhaegar buyrug'i bilan u aynan o'sha yerda qolib Liannani qo'riqlagan. Bundan tashqari, qirollikda Telba qirol va shahzoda Rhaegar tarafdorlari ajralib qolganda ham Artur Dane aynan shahzoda tomonda bo'lgan va Artur Dane'ni qirollikdagi obro'si va so'zi ancha kuchli bo'lgan. Artur Dane'ni oliyjanob ritsarligiga mana yana bitta misol. Qirollikda norozi ritsarlardan iborat bo'lgan qonunbuzarlar paydo bo'ladi va qirol Aerys Artur Dane'ni jo'natadi. O'sha jangga Jaime Lannister ham boradi, lekin u payti u hali ritsarlikka tayinlanmagandi. Qonunbuzarlar asosan norozi ritsarlardan tashkil topgani uchun qilich ishlatishda yaxshigina skillari bor edi va ularning eng kuchlisi kuluvchi ritsar hisoblangan. Kuluvchi ritsar o'sha kunlarda Gregor Clegane desa ham bo'ladi. Baquvvat, yirik va tanasiga nisbatan qilichda ancha tez ishlatadigan. Xullas, shundan keyin va nihoyat qonunbuzarlar topiladi va jang boshlanadi. Shunda Jaime Lannisterga kuluvchi ritsar to'g'ri kelib qoladi. Jaime tengma-teng olishib turgan paytida Artur Dane aralashadi va jang ancha intensiv boshlanadi. Va hattoki kuluvchi ritsarda qilichi sinib ketganida ham Ser Artur Dane kutib turadi toki kuluvchi ritsar boshqa qilichni olmagunicha.
lekin baribir jangda g'alaba qozonadi va aynan jang maydonining o'zida kuruvchi ritsar bilan tengma-teng olishgan Jeymi Lannisterni ritsar etib tayinlaydi. Sir Artur Deynni Quvonch qal'asidagi jangidan keyin ko'pchilik tanigan. U ikkita qo'lda ham qilich ishlata olardi. Dominant qo'l degan tushuncha yo'q edi unda. Ikkita qo'li ham dominant edi. O'shanda 4 taga qarshi bir o'zi jang qilib deyarli Ned Starkni o'ldirishiga ozgina qoladi. Lekin nima bo'lganini hammamiz bilamiz. O'sha jangdan keyin Sir Artur Deyn egalik qilgan tong qilichini Ned Stark o'ziga loyiq ko'rmaydi va aynan o'sha qilichni olib Starfallga Deynni singlisiga topshirib qaytadi. Sir Artur Deyn doim yaxshi nom bilan eslanadi. Masalan, Ned Stark Sir Artur Deynga ta'rif berganda u duch kelgan eng kuchli ritsar deb aytib o'tadi. Jeymi Lannister bo'lsa bolaligidan Sir Artur Deynga havas qilib katta bo'ladi va qirol tansoqchiligiga qiziqishi ham aynan Deyndan keyin paydo bo'ladi. Ya'ni Deyn Westerosdagi juda ham kamsonli, mukammalga yaqin personajlardan bo'lgan. Qilich ishlatishda usta, egosi yoki xudbinligi yo'q bo'lgan, bo'lmasa Westerosdagi eng kuchli ritsarlardan deb ta'rif beriladi. Shunda ham o'zini yo'qotmagan va qasamyodiga toki o'limigacha amal qilgan ritsarlardan hisoblangan. Va ko'pchilikdagi savol: Sir Artur Deyn haqiqatan ham eng kuchli ritsarmidi? Xo'p, Jeymi Lannister chaqqon bo'lsa ham, u ikkita qo'lda bir xil shaklda qilich ishlata olmasdi. Ned Stark bilan nima bo'lganini ko'rganmiz. Robert Baratheon bilan bo'lsa, mani fikrimcha Sir Artur Deyn yutgan bo'lardi. Sababi Robert Baratheon bolg'a bilan jang qilgan va bolg'ani og'irligi Sir Artur Deynga ustunlik bergan bo'lardi. Lekin bu meni o'ta shaxsiy fikrim. Albatta sizlar ham o'zingizlarning fikringizni kommentga yozib ketsanglar xursand bo'lardim. Kim sizlar uchun eng kuchli ritsar? Xo'p, oxirgi variant Ser Barristan Selmyga qarshi nima bo'lgan bo'lardi? Bunga Jorj Martinning fikrini keltirsak, menimcha yetarli bo'ladi. Jorj Martinning fikricha, agar Artur Deyn tong qilichi bilan tengma-teng duelda Ser Barristan Selmyga qarshi jang qilganida Artur Deyn g'alaba qozongan bo'lardi. Bugungi video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Vaqtingizga rozi bo'linglar va sizlar uchun eng kuchli top 5 ta ritsari kommentga yozib ketsanglar xursand bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', omon bo'linglar. Xayr.